Miyani aram aldırdigan, miyani quvvatlab asli tutish iqtidorini yaxshilaydigan, umumiy badanni quvvatlab chat tushishga, qon ozliqqa hamda mag'dursizlikqa alohida manfaat qiladigan palanma yasashni o'rganaylik. Yaxshimsizlar do'stlar, men Niyat. Bugun ayilda faqat 15 minutda tayyor bo'ladigan, cho'ng kichik hammalarga mos keladigan palanma yasashni o'rganamiz. Qo'llash ustidan alt raqamni ko'plab aytib qo'yishingizni to'yinchilik bilan so'rayman. Oldi bilan ketarli materiallarni tayyorlab olaylik. Muvofiq miqdorda o'rik meg'izi, yong'oq meg'izi, badam meg'izi, pista badam meg'izi, qizil uzum, xurma, qarikkunjut, alqat, muqattil, quritilgan qizilgul hamda asal tayyorlab olamiz. O'rik meg'izi bilan yong'oq meg'izining miqdorini ko'proq, qolganlarini teng miqdorda tayyorlaymiz. Endiki bosqichda asaldan boshqa tayyorlab olgan barliq materiallarni ezish mashinasiga silib, ezib talqonlaymiz. Filmda ko'rsatilgandek u vaqt talqon holatiga kelganda ustiga muvofiq miqdorda asal qo'yib, tekshir aralashtirsak, quvvatli palanma tayyor bo'ladi. Har kuni nashtada bir qo'shiq palanmani yaxshi ko'rishingizga qarata qaynoq suvda eritib ichsangizmi yoki nonga surkab yesangizmi bo'ladi. Texnik yaxshi mazmunlardan huzurlanmoqchi bo'lsangiz, bash so'rtini besib meni qo'shib oling yoki fil suchunga kirib oling.